Wiskeyni ofisidan kelyapman va menga test uchun shuncha sovg'a berib yuborishdi. Men ularga niacinamid serum juda ham yoqdi va boshqa mahsulotlarni ham ishlatib ko'rmoqchiman deb borgandim. Menga shuncha sovg'a berib yuborishdi. Buni keyingi videoda arzor qilamiz. Bu endi faqat ro'zg'or qilganimni ko'rsatmoqchi edim, lekin shayinam kelib qoldi. Birinchi sizga nima olganimni sizlarga ko'rsataman. Birinchisi bizda shunaqa yogurt. Keyin eriydigan sir. Uyda lag'mon qilib cho'zishga vaqt kerak bo'ladi va shunchaki tayyor lag'mon olib qoldim. Keyingisi italyanskiy makaron. Ikkita soda oldim. Koreyskiy nokdan yeb ko'rmaganman. Shunaqa katta bo'lar ekan. Yeb ko'ramiz. Uyda kartoshka qolmoqda, kartoshka oldim. Oxirida bolgarskiylar. Shu videoning o'zida shayindan kelgan narsamni ham tez ko'rsatib o'tib ketaman. Birinchisi shunaqa top. Qishga ichi qalin top. Keyingisi ham shunaqa oddiy qora tepaga top. Bizda qishga oversize shalvar. Xullas shalvar. Rasmga ko'rsatishdan iborat edi. Menga obuna bo'lishni unutmang.